Assalomu alaykum. Biz hozir Gangada showroom, Ekopengga showroom ishlayapmiz. Hozir ko'rsataman. Ularni yopdik. Bu yoqda eshik turadi. Bu yoqda bitta kupenli eshik. Bu yoqda bitta 80li, 90li eshik bo'ladi. Hozir bu yoqga sinki ishlayapmiz. Bu yoqda romli bo'ladi. O'rtada bitta appenditsiti bor. Shunda orqa taraf podsopka bo'lib qoldi. Patologlar bitgan.